Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan Polo. Bugun akam akkauntida arzonli akkaunt kuchaytirib beramiz. Pashti 1400 ga X kostyum ochib, X kostyumdan maqsad pastga garanti to'ldirib, minta monetasini olish, keyin bitta avim tushirish. Bittalik bosamiz. Ketdi. Bag bo'lib qoldi. Sapsiya qolgan, yo'q ekan. Taktika qilamiz. Hop, bosamiz. Nima uchar ekan? Monetasi bo'ladi. Avim tushgan, avim yana bir marta tushib bersa, 3 ta material. Normalniy bo'ladi agar. 2 ta kristali, ketdi yana 30. Open kesiga sizlar videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Xudo xolisi minta bo'lganimizdan keyin Lidnik Store akkaunt o'ynaveramiz. Ketdi yana. Bu bor edi. Xudo xolisi avim tushadi. Qo'lim omadli chunki. Qani, 2 ta monetkasi. Nima uchar ekan? 2 ta kristal. Bu ham kerak. X kasini kuchaytiramiz hozir chunki. Do'shimga ahamiyat bermaysizlar, ozgina shomollab qoldim. Nima uchar? Kraska yaxshi. Bag bo'lib qoldi. Bosib tashlaylik ustiga. Qarang. Ketdi. Qani, bam. Yana bir marta abim tushib bersa, kanalga obuna bo'lib qo'yasizlar. Abim tushmasa, like bosasizlar. Ketdi. Yaxshi, 10x 20 ta monetka. Ikkita monetka. Pashti garantam to'lib qoldi. 2 ta monetka. Propstit bilan bosaveramiz. To'liq tushib qolsa kerak. Bitta kraska. 2 ta monetka. Va ana kanalga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Videoga like ham bosamiz. Xudo xolasa 1K bo'lamiz yaqinda. 2 ta kristal. Garanti to'ldirib qo'ysak bo'ldi endi. Hop. Garanti to'lishga ham ozgina qoldi. Yana bitta tushib bersinmi? Kraska. Mishkot ko'raylik. Monetka. Mana pashti 600 ga 3 ta material. Hop, keyin yana minta anaqa olamiz. Minta monetkasini 3 ta materialdan olib chiqib ketamiz. Normalniy akkaunt kuchaytirdik. Mana sizlarga taktika. 26 ta 30 yillikdan bor edi. Kuponimiz. Avim olishamiz. Yana tushib qolsa, plusdamiz. Bo'ldi, garant to'ldi. Ochamiz. Qo'yishidan. Bam. Buni qomatli open case ko'rmagansizlar. Men javob beraman. 600 ga 3 ta material, keyin 1000 ta kristali,
endi X kostyum kilchat qilamiz. Silvanusni. Qani? Ket. Sotib olamiz. Bosamiz. X kostyum 4 level. O'zi akamni niyati necha yuziga, o'sha hamma yuziga mana X kostyum 4 qilish edi. Men endi omadliman. Polosiga yozamiz. Hamma bilsin poloni omadliligini. Hop, endi ishlatganimizga bizga 2 ta kristal berish kerak edi. Mif ko'rdan kiyim olib qo'yishimiz kerak edi. Lo'z soch ko'raylik, 30 yuziga nima ekan. Xo'p. X ochili bir. Bizga mana boshcham olib qo'ydik juda. Olib qo'ydik. Xolos full hamma narsasi olindi. Pritsella kerak emas. To'rt saru kristaldan olib qo'yamiz. Keyinchalik 5 qavatganda kerak bo'ladi. Hop. 2730 ishlatamiz, 270 ishlatish kerak yana. Qo'yamiz. Yaxshi. Men javob beraman, bunaqa open case ko'rmagansizlar. Endi lotus ochamiz. 30 ga nima tushar ekan? Lotus tushib qolsa, like bosasizlar videoga. Ket. 4 ta. Yaxshi. Kristalni olamiz. Hop. Tekinli kuponni olib bo'lgan ekanlar. Har tomonlama videoni cho'zishim kerak men, chunki bunaqa arzonga bunaqa narsalar tushirish vashcham qiyin. Qani mana shu kiyimni olamiz. Mana shuni aytuvdilar. Akkaunt normalni kuchaydi. 300 yuziga ortib ham qoldi. Polosiga deb yozamiz. Hop, endi nima qilamiz? 5 ta material bo'ldi. 7 ta bonusidan bo'ldi. Keysam yig'ilib qolibdi. Qani lednik tushirib qo'ysak, pilsovoy bo'ladi. Lednik tanlaymiz. Bitta ochamiz. Bitta 10 tali ochamiz. Ket. Erpravimdan ko'tarilib ketdi o'zi. Menimcha bo'ldi. Ish keladigandan qo'ysak, shuni qo'yamiz. Buni keyingisida ochar ekanmiz, chunki 16 ta to'g'ri yoqmabdi. Ikkita kelsa ham ochib qo'yaylik. Yana bitta yig'ildi.
Videoni cho'zishim kerak emas chunki. Endi 10 minut bo'ldi. Hop. Xcastimga kiramiz. Hop, endi nima qilamiz endi? Butun qo'shamiz o'yin ichiga. Nima deydi bu narsa tushishi? Hop, videoni shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz sizlarga rahmat. Videoga like bosib esdan chiqmasin. Kanalga obuna bo'lishingiz esdan chiqmasin. Xudo xolasa hop, mingta bo'lganimizda akkaunt o'ynaveramiz. Ledniktor sizlar bilan follow bo'ldi.